hozir 13 million sanayman aka. Hop. Pasport mana 13 million bilan mashina qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. 2 million yon verdi aylanadi. Xalq tanlash aralashish keragi yo'q. Borini gapiraylik. Shunda shaharda 60 tezlik bo'lsa ham 120 yuradigan odatingiz bor. Siz ogohlantirib turadi. Bugun ulgurganimizda olardik ekanmiz. Qancha ko'p boshlang'ich to'lov to'lasa, shuncha arzon oylik to'lov to'laydi. Bilan UzDrive admini Islomjon aziz do'stlar, Haval avtosalonida nima yangiliklar degan obunachilarimiz uchun Farg'onaga yetib kelganmiz. Birin-ketin ma'lumotini beramiz. Foizsiz qiziqqanlarga foizsizlarni ham albatta tushuntirib o'tamiz. Videomizni boshladik. Havalda yangilik kutgan obunachilarimiz uchun do'stlar, Haval avtosaloniga kelganmiz. Birin-ketin ma'lumot berishga harakat qilamiz. Video yoqsa albatta like bosib, do'stlaringizga podpis qilib qo'yasizlar do'stlar. 13 milliondan Haval avtomashina olsa bo'ladimi degan obunachilarimiz uchun yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsizmi? Sog'ligingiz yaxshimi? Omonmisiz aka? Aka, hozir 13 million sanayman aka. Pasport mana 13 million bilan mashina qilib bermasangiz bo'lmaydi aka. Mincha to'pala, mincha bu yuraylar zanaqa. Birinchi bo'lpala choy ichaylik. Internetda eshitdim-da jon aka, o'shaning uchun mashinani obunachilarga 13 milliondan bo'lsa kerak deb shoshilib keldim aka. Videoni bosib yubordim aka. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshi kelib oldingizmi? Xudoga shukr, rahmat. Ha, sekin aka. Internetda u qo'yib bergan reklamangizni ko'rdik. 13 million, 12 million, $1000. Aha. Sizga hozir bir anig'ini, cho'tkisini tushuntirib beraman. Bir podpischilaringiz ham aniq bitta fikrga kelib olishadi. Men shunaqa mashinani ko'rdim. Hisoblab olishadi. Ikkinchi mashina qilib overaveramiz xudo xolasa aka. Bo'laveradi. Inshaalloh. Bu M6 modelimiz ikkinchi pozitsiyasi. Aha. Hop, bu 259 million 900 ming so'm tannarxi. Aha. Bizda aynan Farg'onada rasmiy dillilik markazimizda eng kam foiz 20% bilan chiqarib beramiz. 20% bilan. 20%. Bu bo'ladi sizga 52 million yon verda bo'ladi. 52 milliondan. Sizga hozir 13 millionga chiqarib beraman, 11 millionga chiqarib beraman deb klient chaqirish maqsadimiz emas. Maqsadimiz shu odamlarga yaxshi komfort mashina. Unda ular qanaqa chiqaradi? Men shunga hayronman aka. Mashinamiz shunga ishonib kelgandim. Ish haqqi bilan rasmiy daromad ish haqqilari bo'lsa, boshlang'ich 20% dan chiqarib beramiz 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha. 1 yildan 5 yilgacha. Xohlagan paytlar pullar bo'lganda yopib yuborishadi. Biz endi sizga bir 15 milliondan yo bir 14 milliondan chiqarib beramiz yo 30 milliondan chiqarib beramiz. Chaqirib bitta hozir tushunmovchilik bo'lib bir-birimizni kayfiyatimizni buzganga arzimaydi. Undan borini gapiraylik, kelishsin. Boricha. Cho'ntaklardan hisobini qilib kelishsin, olib ketsin. 1 kun muddatda, 1 kun ish 1 kun ichida chiqarib beramiz. Chiqarib beriladi. Shunda 52 million bilan kelsak, bitkazib berasiz. Xohlasa ishlarni bitiramiz. Rasmiy ish haqi daromadlari bo'lsa agar, shuning uchun ozroq foizlardan chiqaradi. 260 million, 100 ming kam 260 millionga menimcha yaxshi. Gabarit katta. O'zimizda trekerlarda narxidan 20 millionga arzon, независимый podveskada bo'ladi. Mashinamiz bagajlari ham 8 litr ob'yomda, anchagina keng. Hozir materialda O'zbekiston sharoitiga, bizning xalqimizga eng manzur bo'lib turgan mashinamiz shu bo'lib turibdi. Ichilarini ham ko'ring. Gap yo'q. Mana qaranglar, orqada mono qoshlar avtomashinamizda. Bagaj qismlari ham 800 litr ob'yomda. Bemalol propan qo'ysa ham bo'laveradi. 60 bittalik propanga klientlarimiz 700-730 shahar ichi yurishadi. Shahar ichi Dannida 800 dan o'tkazishadi. 800 dan o'tkazishadi. Gap yo'q. Kuzov atsinkovni zanglamaydi, chirimaydi. Bizni ob-havoga ham juda ma'qul bo'lgan, zo'r tushgan mashina. Mashina zo'r. Eng ko'p sotilayotgani hozir M6 bo'ladi. Bo'ldi, gap yo'q aka. 13 million bilan bitkazib bera olmaysizlarmi shunda? Yo'q, biz endi hozir 13 million bilan bitkazib beramiz deb chaqirib xalq tanlash keragi yo'q. Borini gapiraylik. Shunda 52 million bilan pasport bilan kelsak, rasmiy ish haqqi bilan chiqarib beramiz. Tushunarli. Endi foizsiz olaman deganlargachi? Foizsiz muddatli to'lovlarga lizing rassrochkalarimiz bor. Boshlang'ich 30% to'lashsa 1 yilga chiqadi, 45% ga 1,5 yil, 55% ga 2 yil, 70 ga 3, 75 ga 4 yil. Hozir salonimizda eng ko'p rassrochkaga sotilayotgan oylik to'lovlari 55% bilan 2 yilga olishyapti. 5 million 154 mingdan. O'zlariga rosa ma'qul bo'lyapti. Tannarxini o'zini 2 yil muddatda bo'lib to'lash imkoniyati. Shunda 55% to'lab 3 yilga qilsak ham bo'ladimi? 55% bilan 3 yilga qilsangiz bo'ladi, 4 yilga qilsangiz bo'ladi. Jicha endi unda stavkalari qo'shilib qoladi. Bundan 55% dan 2 yilga 5 million 154 ming so'mdan. Agar 70% ni to'lab 3 yilga olishadigan bo'lsa, shu 2 million yon verda aylanadi.
Tushunarli. Xo'p bo'ladi. Endi navbatdagi avtomashinamizni ham tanishtirib o'tsak aka. Bu endi salonimizda eng bir erkatoy, eng bir hammaga yoqqan Julio modelimiz bo'ladi. Bu Julio modelimiz eng full komplektatsiyasi. Juda ko'pchilik ekonomika bo'yicha, shahar bo'yicha chiroyli bo'lganligi uchun Garatskoy mashina. ko'pchilik olyapti. Qaranglar do'stlar, 360 qop-qora qoralardan terib beribsizlar-da. Chiroyli qilib, aka. Qoralardan terganmiz. Gap yo'q. 360 kalisiz kirish qismimiz, multirul, head-up display avtomashinamizda. Slipper zonalargacha bor. O'zini o'zi ham parkovka qiladi. Bu ham o'zini o'zi parkovka qiladi. Parkovka qilayotganda ham oldiga, orqaga siz korobkadan urib bermaysiz. Bu o'zini o'zi oldiga oladi, orqaga oladi. Palasani o'qiydi, znaklar siz ko'rmay qolgan yo'l chetida turgan znaklargacha o'qiydi. Ayniqsa siz shaharda 60 tezlik bo'lsa ham 120 yuradigan odatingiz bor. Siz ogohlantirib turadi. Gap yo'q lekin bor. Haqiqatda shunaqa. Xo'p, Bunda ham zapaska dagatga balonlari hamma narsasi bor. dagatga ekan balonlari. Gap yo'q. Propan tushadi. 1.5 turbina motor. O'zi benzinda rasxod oz. Qancha? 7.5 shahar ichi. Apkatkadan chiqquncha unda ham tushadi. Ha, undan ham tushadi. Tushunarli. Rangida pulida farq bormi yoki yo'q? Rangida pulida farq yo'q. Tushunarli. Bu mashinalarimizni bu ham 20% bilan qilib berasizmi shunda? Boshlang'ich 20% bilan chiqarib beramiz. Agar nasib savdoga bo'lsa-chi? Ikkinchi pozitsiyasi ham bor. Ana ikkinchi pozitsiyasini ko'rsangiz bo'ladi. Faqat shu avtoparkovka, palas udержания, EHD displeylarda farq bor. Lekin bu ham full hisoblanadi. Full hisoblanadi. Full pozitsiya hisoblanadi. Diskalargacha bir xil 360 kameralari bor. Kojinli salon, Abduf Abakrev hamma narsalari bor. Gap yo'q. Ko'rishlaringiz mumkin 360 kalisiz kirish qismi, head-up yo'q. Head-up bo'lmaydi, slipper zona, mana shu labovoyda bitta kamerasi bor. O'sha kamerani o'zi bir 4 xil vazifa bajaradi. Gap yo'q. Kimda kim qilsa, avtoparkovka, samotarmajeniya hamma narsalar o'sha 3-pozitsiyalarda bor. Shunda buni narxi qancha? Bu 20 millionga registratsiya qiladi. 310 millionligi bu. Orqa sidinamiz ham qizirgan. Lagref sidinlar bor, orqada ham bor. Gap yo'q. Xo'p, shunda bu mashinamizga taxminan 20% bilan chiqarsak bo'ladi. Bo'ladi. Buni ham chiqarsangiz bo'ladi. Buni ham lizing rassrochkalarimizga olsangiz bo'ladi. Foizsiz olsa bo'ladi. Albatta. Gap yo'q. Endi naqd pul to'lasak yoki bo'lmasa avtokredit qiladigan bo'lsak, qanaqadir chegirmalar bormi? Hozircha bizda M6 modelimizni full pozitsiyasi H6 modellarimizga sentyabr oxirigacha olingan shartnomalarga 10 milliondan tannarxidan chegirmasi. Agar bugun ulgurganimizda olardik ekanmiz. Bugun ulgib hozir ham kechmas. Ko'rib turib sirazi kelsin, bugun shartnoma qilib chiqib, bir kunda chiqarib beramiz. Pulni ham tushirib beramiz. Tushunarli. Kimda kim qiziqsa bosib olaverasizlar do'stlar. Endi bu mashinani ham ko'rsatsam sizlarga, nima dedingiz aka? Xudo xolasa bu ham Dargo modelimiz, ham klassik ham off-road yo'nalishida 2 turbina motor polniy privodda bu. Ikkita pozitsiyada bo'ladi bu. Ikkita pozitsiyada bo'ladi lekin 400 millionligi bor, 430 millionligi bor. Bu 430 millionligi. Gap yo'q. Shunda eng full bo'lyaptimi? Ha, bu eng full. Tushunarli. Do'stlar, lekin off-roadga gabarit katta. Massaj sideniyalargacha bor. Voy, massajlarigacha borning. Sideniyalarga ham zamsh perforatsiya qilingan. Ilkantar. Gap yo'q. Lekin rosa yarashardi, gabariti katta odamlarga shunaqa yarashadi mashina bu. Ayniqsa vesini bildiradigan akalar bo'lsa, voydo deb hoji aka deb maza qilib mininglar, xudo xolasa. Xo'p, orqa ko'rinishlarini ham qaranglar. Orqada sensorli datchiklarimiz bor. Avtomashinada 360 kamera. 220 invertor ham bo'ladi. Tok chiqarib beradi. Tog' bog'larga dam olgani borganingizda, masalan, svet o'qtari yurmaysiz. Yerda mana 220 chiqarib beradi. Gap yo'q. Keldik. Bu yerda zapaskalari panorazma o'zini razmerida bo'ladi. Bu yerda nima akustikasi ham bor. Subwooferi ham bor. Gap yo'q. Sekingina tushsak-da, buning narxi qancha? Bu 430 millionligi full pozitsiyasi. 430 millionlik full pozitsiyasi ekan do'stlar. Tushunarli. Aka, endi nasiya savdoni ham tushuntirib bersangiz tartiblarini. Nasiya savdo tartiblari bittagina pasportga, masalan, bankka borsangiz, chornidamisiz, chornida emasmisiz, to'lov imkoniyatingiz qanaqa degan savollar bo'ladi. Nasiya savdomizda bitta pasport keladi. Siz chornida bo'lasizmi? Shu MIBdan qarzingiz bo'lmasa bo'ldi. Jinoiy anaqada bo'lmasangiz bo'ldi. Qidiruvda. Bitta pasportga, qidiruvda bo'lmasa, bitta pasportga 1 yildan 4 yilgacha chiqaramiz. 1 yildan 4 yilgacha Hozir yetib o'tganda 30 da 1 yil,
45 ga 1,5, 55 ga 2, 70 ga 3, 75 ga 4. Shunda hozir 13 millionlik prosmotr bo'lib ketgan mashinalarda ko'rdikki, значит imkoniyati yo'q. Endi ularda qanaqa bilmadim, lekin hozir sizga aytib o'tganimdek, bizda shu variantlarimiz bor. Endi ular bilmayman xususiy banklar bilan gaplashdimi, lekin ular sharoitini biz bilmaymiz-ku, mo'sh chiqaradi. Lekin respublika bo'yicha eng kami hozir Milliy bank tomonidan chiqarganmiz ish haqqi bilan 20% bilan chiqarib beramiz. 20% bilan. Tushunarli. Qiynalmasdan olsak bo'ladi, faqat 20% bilan. Endi podpischiklaringizga shuni aytmoqchi bo'lardim. Masalan, любой odam ham mashina olgisi kelsa bir to'playdi u narsani. Qancha ko'p boshlang'ich to'lov to'lasa, shuncha arzon oylik to'lov to'laydi. Shuni maslahat ham bergan bo'lardim. Ya'ni sabr qilib, imkoniyatdan kelib chiqib, sabr qilib, agar yo'q, mana shuncha pulim bor, tezroq mashina minaman desa, 20% bilan kelsa, payvasta qilib beraman. Qachondir masalan biznesda bo'lar, yo chorvasi bo'lar, sotib turib, yo foraman deydiganlarga zo'r, boshlang'ich 20% bilan. Nima endi 6 oyda yo foraman deydi, boshlang'ich zat arzon bilan olib chiqishadi. Lekin yo'q, dashi minib shu mashina orqali yo bola chaqam boqaman yo bir qanaqadir o'zim maqsadlari bo'lsa, ko'proq boshlang'ich to'lov to'lasa, iloji boricha oylik to'lovlar ham past chiqadi. Tushunarli. Sizga ham kattakon rahmat. Lokatsiyani ham aytib o'ting. Lokatsiyamiz biz Farg'ona Davr Motors havo salonimiz yangi binoga ko'chganmiz. Bilmaganlar uchun siz podpischiklaringiz ham juda ko'p. Havalda o'zimiz mana shu yerdan mashina olgan podpischiklaringiz ham ko'p. Aeroportdan kelishda Kia avtosaloni bo'lgan eski. Hozir ham ishlaydi. Kia avtosalonining yonida, yonma-yon Havo avtosaloni Ussanguni ro'parasida. Gap yo'q. Mabodo lokatsiyadan qiynalgan bo'lsalaring, pastda raqamdan qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, lokatsiya desangiz, inshaalloh tashlab berishasiz. Yakshanba kuni ham ishlaymiz. Yakshanba kuni ham ishlaymiz. Yakshanba kuni ham ishlaymiz. Bir kun muddatda 24 ga 7 ishlamayapsizlar. Shu bo'lmayapti. Ertalab 9 dan 20:00 gacha ishlaymiz. Gap yo'q. Sizga ham kattakon rahmat. Charchamang, Alloh rozi bo'lsin aka. Rahmat, salomat bo'ling, kelib turinglar. Inshaalloh. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.